500 ming dollarlik oxirgi marta Ferrari'ning videosini qo'yganimda keramikasi bitirib berdi deb bunchalik ko'p prosmotr yig'magan edi. Cobalt videolar yig'adigan-da. Ko'rdinglar, bagajlik elektron ochiladi, yopiladi. Trekkerga o'xshab o'yinlar tushirgan qilingan ekan. Starstop Winterda bu Starline orqali realizatsiya qilingan funksiya. Monitor ko'rish jihatdan yoqqani yo'q, lekin eng fullini qo'yibdilar. 360 kameralar bilan CC4 Pro'ning oxirgi versiyasini sifroviy mikrofonlar bilan qo'ydiribdilar. Bu mashina egalari bizga уже 6-mashinani kalitini topshirib, eng zo'r tonirovkasi qaysi bo'lsa bitirib bering deb tashab ketgan doimiy mijozlarimizdan biri. Bu safargi egalarida X-Pro XR Plus tonirovkamizni bitirib berdi. Old oynamiz 100% ga yaqin, orqalari 100 dan to'q bo'ldi. Kuydirilgan ustidan urganmiz, orqalar bo'yi o'z zavoddan ma'lumot o'rnida aytib o'taman, ko'kim tura bo'lib chiqarkan. Navbatdagi mashinamiz tayyor. Shunaqa yengillarni o'tkazishimiz uchun kuzatib boringlar. Hammasini yoritib beramiz. Bu mashina elektronikalarida aytganimizda bitta Starline'ni qo'yib berishimiz mumkin bo'ladi. Bagajlik ochiq yopilgan, prosta qiziq bo'lgancha sizga ko'rsatib o'tdim. Cobaltda fullini olibdilar, qora salonlarda. Tashqaridan ham tonirovkamizdan ko'rib o'tamiz. Menimcha Cobaltlarimizda juda ham ko'p prosmotr yig'ishning sabablaridan bittasi ko'pchilik xabari bor. Cobalt proyekti eng zo'rlaridan bittasi o'zimiz yiqqayin deb aytadi. Undan mashina hali chiqmadi deb o'ylayman. Shuning uchun ko'p bizani obunachilarimiz Cobaltga qiziqishligi juda ham baland. Navbatdagi mashinamiz tayyor. Hozir egalarni xursand qilamiz. Tonirovkalari har doimgidek ideal chiqdi. Hech qanaqa mussorlashsiz, hech qanaqa zalomlashsiz bo'ldi.